Yurt tinchligi va hududlarimiz osoyishtaligini ta'minlashda huquq-tartibot organlari xodimlarining o'rni muhim. Bugungi islohotlar jarayonida malakali kadrlarni tayyorlash va o'qitishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Kuni kecha Jamoat xavfsizligi universiteti va Ichki ishlar vazirligi akademiyasining navbatdagi bosqich bitiruvchilariga tantanali ravishda diplom topshirildi. Bu yil Jamoat xavfsizligi universiteti bitiruvchilaridan 200 ga yaqini Milliy gvardiya saflariga, 100 dan ortiq yosh ofitserlar Ichki ishlar vazirligining post patrul xizmati, yo'l patrul xizmati, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish yo'nalishi va qo'riqlash bo'linmalariga, shuningdek, Mudofaa vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati tuzilmalariga xizmat faoliyatlarini davom ettirish uchun taqsimlandi. Bitiruvchilar orasida to'maris izdoshlari bo'lgan o'nlab qizlarning mamlakat xavfsizligi va jamoat tartibini saqlash yo'lidagi mas'uliyatli hayotga qadam qo'yganliklari esa gender tenglikni ta'minlash borasida olib borilayotgan islohotlarning yaqqol namunasidir. Hurmatli yurtboshimizni mana gender tenglik masalalarida juda ham bizga yondashib, qo'llab-quvvatlaganligingiz tufayli mana shu harbiy xizmatda ham, mana shu yo'nalishda ham bizni qizlarimiz safi yildan yilga kengayotganini ko'ryapmiz. Mana bu yil bu yerda ham qizlarimiz bitiryapti. 57 ta qizlarimiz o'qiyapti va diplomlarda mana qancha qizlarimiz bugun oldilar. Qizlarimizga qarab havas qilamiz. Qizlarimiz bunga intilyapti. Men o'ylaymanki, bular kelgusida vatanimiz uchun jonini ayamasdan xizmat qilishadi. Bugun safda ko'zlaridan o't chaqnab, g'urur bilan turgan yosh ofitserlar orasida 6 nafar bitiruvchi bolalikda mehribonlik uyida tarbiyalangan, boshlarini silagan ona vatanga sadoqat bilan xizmat qilishga chin yurakdan ont ichgan ishonchli suyanch tog'larimizdir. Bunday mehribonlik uylaridan kelgan yoshlar imtiyozli ravishda o'qishga qabul qilingan. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar tomonidan bitiruvchilarga 4 yil davomida egallagan bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llagan holda burch, sadoqat, jasorat shiori ostida sidqidildan xizmat qilishlariga ishonch bildirildi. Men universitetda olgan bilimlarim asosida shuni aniq ayta olamanki, kelgusi xizmat vazifalarimga kirishda bu bilimlar asosida vazifamga sidqidildan yondashib, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar rivoji hamda vatanimiz ravnaqi uchun keng hissamni qo'shaman deb bemalol ayta olaman. Marosimda O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi ijro etilishi, harbiy orkestr sadolari, kursantlarning ko'rgazmali chiqishlari, jumladan tarixiy kiyimlarda buyuk sohibqiron va sarkarda ajdodlarimizni otliq ko'rinishida To'maris, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur siymolarining chiqishlari mehmonlar va ota-onalar qalbida unutilmas taassurot qoldirdi.